Respublikamizda ilk marotaba xorijiy hamkor oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun Vodiy Gavhari nomli xalqaro yozgi maktab tashkil etildi. Kuni kecha Belarus davlati, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston hamda Qirg'iziston respublikalari, Toshkent farmatsevtika, Samarqand davlat tibbiyot institutlarining 12 nafar talabalari Andijon davlat tibbiyot institutiga yetib keldilar. Mehmonlarni oliygoh rahbariyati, professor-o'qituvchilar, Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti faollari va talabalar Andijon polkasi raqsi bilan tantanali kutib oldilar. Xalqaro hamkorlik bo'limida o'tgan uchrashuvda viloyatimiz va oliy o'quv yurti tarixi, buguni, kadrlar tayyorlash masalasi, xalqaro yozgi maktabni tashkil etishdan ko'zlangan maqsad, xorijiy mamlakatlar bilan o'rnatilgan hamkorlik aloqalari, masofaviy ta'lim, yosh olimlarning an'anaviy anjumanlari xususida so'z bordi. У вас хорошо развита ваша культура, вы очень хорошо цените, мы очень вас полюбили и в будущем надеемся, что наше сотрудничество будет дальше продолжаться. Обязательно будем делать агитацию для других студентов, чтобы они сюда также приехали. Simulyatsiyon markazida bilim oluvchilarga yaratilgan shart-sharoitlar, mulyajlar, fantom, trenajyorlar, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan tanishdilar. У нас больше считается престижным поехать в Европу почему-то. Но в принципе мы с Артемом решились, приехали и в принципе я лично ни разу не пожалел, потому что, во-первых, кухня, очень вкусные блюда, нас кормят, ребята стараются. Ваш город очень красивый, но очень зеленый город, очень красивый, очень яркий, очень приятная архитектура и красиво просто вечером здесь пройтись. Поэтому спасибо за гостеприимство, спасибо за все, нам очень приятно. И я думаю, что да, через неделю, когда нам придется отсюда уезжать, мы будем уезжать отсюда с грустью, что уже надо расставаться. Axborot resurs markazi faoliyati, imkoniyatlari hamda ko'rgazmalar zali, anatomiya, operativ jarrohlik va topografik anatomiya kafedrasi muzeyidagi eksponatlar ham mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Turli mavzularda o'tkazilgan o'quv mashg'ulotlari ham qizg'in bo'ldi. Bu yozgi lagerimizni asosiy maqsadi ham dam olib, ham o'qitish maqsadida tashkil etdik. Buni faxrlanib aytishim mumkin, bu lager O'zbekistonda birinchi marotaba o'tkazilmoqda. Va aynan bu bizning institutimiz tomonidan tashkil qilindi. Biz o'zimiz bilmaganlarimizni ulardan o'rganib va ular bilmagan biz ularga o'rgatishimiz asosiy maqsad deb hisoblanadi. Bir necha kun davom etadigan yozgi maktabda diqqatga sazovor tarixiy joylar, so'lim va xushmanzara maskanlarga safar uyushtiriladi. Turli madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlari, mashg'ulotlar, seminar-treninglar, davra suhbatlari, turli musobaqa va shoular dasturga kiritilgan.